Dvernoy звонок Camera Hub G410 to'g'risida bugun gaplashamiz. Buni o'rnatilishi komplektini ko'rib turishingiz mumkin. O'rnatish uchun hamma kerakli bo'lgan aksessuarlari va qurilmalari chiqadi. Bu Dvernoy звоногimiz bizda ikki xil rangda, qora va oq. Biz qora rangini bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Tashqari qismga o'rnatmoqchi bo'lgan joylarni razmerini o'lchab belgilab olasizlar. Uyingizning ichkari qismiga звонок qismini o'rnatib pitaniya berasizlar. Tashqari qismga o'rnatiladigan kamerani biz batareyka yoki slabotочный pitaniya yordamida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Instruksiya bo'yicha ko'rib turishingiz mumkin. Qopqog'i ochiladi va batareyka joylashtiriladi yoki pitaniya ulanib ishlatiladi. Samarez yordamida, двухсторонний skoch yordamida bu qurilmani tashqari qismga qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Kamerani o'rnatib olganimizdan keyin komplektda chiqqan tvertka yordamida yaxshilab boltni qotiramiz. Ichkari qismga qo'yiladigan qurilmaga biz fleshka joylashtiramiz, video suratni o'sha fleshkaga yozib borish uchun. Undan tashqari Akara ilovasida облачный хранениyaga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar o'zingizga qulay yo'lni tanlab olasizlar. Qurilmalarni o'rnatib olganimizdan keyin Akara ilovasiga kirib biz QR kod yordamida qurilmamizni qo'shib olamiz. Login parollarimizni kirgizamiz va Akara ilovasida endi siz uyingizga kimdir keladigan bo'lsa, xabarnoma olishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri ilovadan gaplashib, kim kelganini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Matter protokoli yordamida esa bu qurilmani biz Apple texnikasiga o'tkazib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizlarda savollar tug'ilgan bo'lsa, quyidagi nomerlarga telefon qilib, bizdan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.